Bugun internetga kiryapman. Abror Muxtoralini boshqacha bir yondashib, kecha bilgandik Facebooklarda yozilgan edi. Bugun tasodifan kelib qoldim deb yozgan bo'lsa ham, bir kun oldindan shuni Abror Muxtorali keladi deyodi. Ochig'i tushunmadim. Keldi, sudda o'tirdi, ketdi. Lekin bitta narsaga hayronmanki, shu odamni hech ham bir gapiga hazm qila olmayman. Yo gaplashsangiz gap gapira olmaydi, yo savolingizga javob bera olmaydi. Hozirgi telefon qilsam seni tarafingni oluvdim deydi. Endi bu odamga shunaqangi harakatlar xos ekan o'zi. Endi kim buni orqasida turibdi, uni kim yollayapti, meni atrofimdagi blogerlarga kim bosim qilyapti va bugungi kunda men hayron ham qolmayapman, chunki internetga kirsam qaysidir blogerda olib ketgan bo'ladi, uni arizasi ham tayyor, boshqasi ham tayyor vaholanki, lekin davlatimiz rahbariga rahmat. Mana ko'rib turibmiz, 27-yanvardagi yig'ilishlar ham juda ham odilona, haqiqiy bir davlatimiz rahbarini siyosatiga xos bo'lgan yig'ilish o'tkazdirildi. Bundan ko'rinib turibdiki, faqat haligi blogerlarga yo nimalarga emas, haqiqiy bir holatlar, haqiqat faqatgina quyiga emas, yuqoriga ham ishlayotganini ko'rib turibmiz biz. Bu o'sha agar oldingi holat bo'lganda balki biz ham chiqib gapira olmasdik internetga, o'zimizni haqqimizni ham yordam ham so'ralmagan bo'lardik. Lekin Abror Muxtoralini ham shu ketishida ustidan ariza qilaman shekilli. Oldimdagi blogerlarni meni ketimdan non yeyishda ayblab turib, keyin o'zi ham endi bilmayman nima uchun faqat meni holatim yuzasidan rahmat shunchalik Toshkentdan kelib sudlarda qatnashib ketishdi. Endi xodimlarda sutiga ham shu bexosdan yo'lingiz tushib qolsa, domlaga o'ting, faqat men sizda o'z gapim bor edi, chiqqanimcha ketib qolibsiz, o'z tez yurasizda siz. Oldindan ma'lum, nimaga o'sha Fransiyaga borganingizda ham ko'rdim, sizga yetib olish juda qiyinligini. Keyin yuzma-yuz gaplashishga harakat qiling. Ayol, erkak, endi hammani ham pasportiga erkak deb beraveradi bir xillariga. Bir xillar bor, shunaqangi odamlar bor. Endi adashib ketgan bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin. Mayli, Xudo hammani isloh qilsin. O'zi iymon insof bermasa, u soqolni bo'yab, sochni bo'yagan bilan nima o'zgarib qolmaydi-da. Xudo o'zi insof bersin. Men misol birovga chiqib olib tosh otadigan, menga umuman aloqasi bo'lmagan odamni hadeb chaynaydigan odatim yo'q, sizga o'xshab. Lekin bir gapirishda ham bir fikringizni to'g'ri yetkazira olsangiz gapiring. Meni aynan menga oid holatga umuman fikr bildirmasangiz ham mayli. Siz xalq nima deydi? Xalq gapirgan yo'q, kommentariyangizni o'qing. Xalq sizni so'kiyapti kommentariyangizni, lekin sizga gapirgan yo'q. Boring bir nimani oydinlik kiritib bering. Bor aytdi, sudya bor, prokuror bor. O'sha yerdagi xodimlar bor, o'zi haqiqatni yuzaga chiqaradiganlar bor. Siz kimsiz? Hech qanaqangi vakolatingiz yo'q sizda. Keyin men nima, siz hech nima qilgansiz yo'q. Davlat tartibi shunaqangi. Oldin instansiya, keyin apellyatsiya, keyin kassatsiya, buni tartibi shunaqangi. Siz chiqqaningiz uchun sud bo'lmayapti aytdi. O'zi tartibi bo'yicha ketyapti. Biz ham berdik, 4 yil kam dedik. Nima uchun? Keling endi kartani ochiq o'ynaymiz. Farg'ona viloyatida bunday olib qaraydigan bo'lsak, men to'g'ri ish ketayotganligi uchun internetga chiqib, faqatgina noto'g'ri jihatlarini aytib kelganman. Hamma ish noto'g'ri deb kelmadim men. Noto'g'ri jihatlarini aytib keldim. Aynan shu sud jarayonlarining.